O'sha to'pni qaytarish jarayonida yuziga zarba berib yubordi shekilli. Mana bu lavhada Qo'qonlik tabib ham yordam bera olmasa kerak. U futbolchiga qaytib turmasa kerak. Chunki bosh miya yopiq sinishi, orqa miyacha to'qimalari shikastlandi shekilli. Shunaqa ham uradimi? Bir norasida bechorani. Real Madridning libosi oq rangda. U terga, loyga, hattoki qonga bo'yalishi mumkin, lekin hech qachon sharmandalikka burkanmaydi. Santiago Bernabeu. Real Madridning muxlislari uchun maxsus. Real baribir Realda lekin bor. Atmosfera nima deyapti atmosfera? Oh. Yomon akalar, yomon. Realni comebacklarni o'ta maqtab yuboryapsiz dedim misol uchun. Endi mana shu narsa hozir 3 ta o'yinni aytdingiz dedim. 2 ta o'yin comeback baribir. So'nggi daqiqalarda yulqib olingan g'alaba. Shu 10 yilda Messi kelgandan beri Barselona qancha dedim. 10 sanab chiqdi. Boshqacha bir his-tuyg'u beradigan o'yin ekan dedim. Eshitsam 5 tani chiqardim. Realda 1 yilda 5 ta bor. Sizlar to'yda yeydigan oshinglarni Real har hafta pishirib yeydi. Agar o'xshatish kerak bo'lsa. Ha, Oysha yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, kim bilan kelding? Men bilan. Qani oy? Men aytdi turibdilar. Nimaga keldilaring bu uyimgajon kelibsanlar? Ha, nima gap, tinchlikmi? Ayamni to'pini bersangiz, keyin soat tushib qoldi. Oyim menga kursga olib beradilar. Bunaqa bechorani yo'qolmalar, Qayerdan topasan? Boshda o'ylash kerak edi, kallani ishlatib. Ajrashayotgan paytda. Birinchida berishim kerak edi. Qizimsan, beraman hozir. Sabr qilib tur. Aytma, masallaga 5 ming yo'q.